Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun 7-mart 2025-yil. Xo'p, ertaga xotin-qizlarimizning bizlarni yaxshi ko'radigan ayollarimizning bayramlari ekan. Barchalaringizni tabriklayman. Onajonlarimiz, opajonlarimiz, singillarimizni xo'p, sog'-salomat yuringlar, niyatlaringizga yetinglar ilohim. Abzorimizni boshlaymiz. Yangi qurilgan binolar bo'ladi. Korobka holatdagi kvartiramizni ko'rib chiqamiz. Oxirgi qavatda bo'ladi, 8-qavat. 8 qavatlik yangi binolar bo'ladi. Mana shu podyezdimiz va liftimiz bor. Liftimiz mana shu bo'ladi. Dokumentlari chiqqan, kadastr hujjatlari mana shu joydan chelakka chiqilayotgan. Ba'zi bir xonadonda hozir remont ishlari ketyapti. 1, 2, 3, 4 ta xonadon va bu tarafda yana bitta 5 ta xonadon bor ekan prolyotda. Lifti bor, pishig'ishdan qilingan yangi domlar. Xo'p, kirish eshigi mana shu joyda joylashgan ekan. Korobka holatda dedik, 70 kvadrat bo'lar ekan, 2 xonalik. Buni bemalol 3 xonalikka aylantirib o'zgartirsa bo'ladi. Chunki mana bu o'rtadagi devorlarni, bitta g'isht qo'ygan devorlarni hammasini olib tashlab, o'zingizga ma'qul qilib o'zgartirsangiz bo'ladi. Mana bu joy ham bir qavat. Bu taraflar ham bitta g'isht. Mana bu joyni kladovka qilganlar. Mana bu joyimiz kanalizatsiya kelgani uchun bu joyimiz sanuzel bo'ladi. Hozir bir boshdan chiroyli qilib boshlaymiz. Mana kirib kelamiz. Prixoshkamiz bo'ladi. Holimiz bor. Holimiz ham kattagina uzun koridor. Xo'p, chap qo'lda xonalar joylashgan. Mana shuni ko'rib o'tamiz. Joyda birinchi xonamiz. Buni zal qilganlar, katta bo'lgani uchun. Va yonida xo'p, yotoqxona. Tepasi plitalik ekan. Pishig'ishdan qilingan yangi domlar. Hozir bitta manzarani ham ko'rib o'tamiz. Bugun sal havo sovuq bo'ldi. Xo'p, mana Samkochni orqasidagi domlar. Sagjana bo'ladi, mana shu taraf ko'rinayotgan domlarimiz va teskari tarafimiz Samkoch yo'l bo'yiga joylashgan yangi domlar bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Ikkita xonasini ko'rdik, kirish eshigimizni ko'rdik. Mana shu joyimiz oshxona bo'lar ekan. Kanalizatsiya hamda gaz kelgan shu joyda. Derazasi bor. Teshiklar ham qo'yib qo'ygan ekanlar, bitishkalar uchun. Xo'p, oshxonamizda kladovka bor ekan. Kladovka yoki buni o'zingizga ma'qul qilib yana bitta sanuzel, dushevoy yoki kir yuvish mashinalarini qo'yadigan joy qilsa ham bo'lar ekan. Xonalarni ko'rdik. Kirib kelganda o'ng qo'lda bo'lar ekan ikkita xonacha qilganlar, bittasini kladovkaga o'xshagan qilganlar va yonidagina sanuzel. Sanuzelimiz ham joyi juda kattagina ekan. Buni orqasi boynagi oshxonadan kiriladigan kladovka bo'ladi. Ana shu joyni hammasini devorlarini olib, g'ishtlarni g'ishtini o'ziga ishlatib o'zgartirsa bo'ladi, chunki buni olish muammo emas. Shunday faqat xonalarni bo'lib turadigan vazifa bajaryapti. Ana shunaqa kvartira korobka holatda sotuvga chiqdi, hurmatli do'stlar. Yaxshi hududdan, gaz, suv, svetlari zo'r bo'lgan joydan korobka izlagan odamlarga yaxshi variant. Oxirgi qavat bo'ladi. Yana bir marta manzarani ko'ramiz. 8-qavatda joylashgan 8 qavatli yangi binomiz. Pishig'ishdan qilingan 70 kvadrat. 3 xonalik qilib bemalol полноценный 3 xonalik qilsa ham bo'ladi. Xo'p, narxini 42 ming deyaptilar. Yaxshigina savdo qilib berayotganlar, pul juda zarur ekan. Qiziqqanlar tezda aloqaga chiqamiz.